2026 yilgi Chevrolet Onix yangi avlod sifatida yanada zamonaviy, qulay va tejamkor avtomobil sifatida taqdim etiladi. Ushbu model asosan shahar hayoti uchun mo'ljallangan bo'lsa-da, tashqi ko'rinishi va texnik imkoniyatlari bilan uzoq safarlarda ham ishonchli hamroh bo'la oladi. Yangilangan dizayn Chevroletning global uslubiga mos bo'lib, old qismdagi keng radiator panjarasi, zamonaviy LED chiroqlar va silliq chiziqlar avtomobilga yoshona va dinamik ko'rinish beradi. Yon tomondan qaralganda ixcham, ammo muvozanatli proporsiyalar yaqqol ko'zga tashlanadi. Orqa qismida esa yangilangan stop chiroqlar dizayni umumiy ko'rinishni yanada jozibador qiladi. Ichki salon 2026 Chevrolet Onix'ning eng katta yutuqlaridan biri hisoblanadi. Salon dizayni oddiy, ammo zamonaviy uslubda ishlangan bo'lib, kundalik foydalanishda qulaylikni ta'minlaydi. O'rindiqlar ergonomik shaklda bo'lib, uzoq vaqt haydashda ham charchoqni kamaytirishga yordam beradi. Old panelda joylashgan katta sensorli ekran multimedia tizimini boshqarish uchun qulay bo'lib, smartfonlar bilan tez va oson ulanadi. Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlanishi tufayli navigatsiya, musiqa va qo'ng'iroqlarni boshqarish ancha osonlashadi. Raqamli asboblar paneli esa haydovchiga tezlik, yoqilg'i sarfi va boshqa muhim ma'lumotlarni aniq ko'rsatadi. Texnik jihatdan 2026 Chevrolet Onix tejamkor va zamonaviy dvigatellar bilan jihozlanadi. Asosiy e'tibor yoqilg'i sarfini kamaytirish va ekologik talablarni bajarishga qaratilgan. Turbo dvigatelli variantlar kichik hajmiga qaramay, yetarli quvvatni ta'minlaydi va shahar ichida chaqqon harakatlanishga imkon beradi. Uzatmalar qutisi sifatida mexanik va avtomatik variantlar taklif etilib, haydovchining didi va ehtiyojiga qarab tanlash imkoniyati mavjud. Osma tizimi shahar yo'llariga moslab sozlangan bo'lib, notekis yo'llarda ham nisbatan yumshoq yurishni ta'minlaydi. Xavfsizlik masalasida Chevrolet Onix 2026 modeli ham ortda qolmaydi. Avtomobil standart komplektatsiyada bir nechta xavfsizlik yostiqchalari, ABS va barqarorlikni nazorat qilish tizimlari bilan jihozlanadi. Yuqori komplektatsiyalarda esa orqa ko'rish kamerasi, park yordamchilari, favqulodda tormozlash tizimi va haydovchiga yordam beruvchi boshqa funksiyalar mavjud bo'lishi mumkin. Bu tizimlar nafaqat haydovchini, balki yo'lovchilarni ham qo'shimcha himoya bilan ta'minlaydi. Yoqilg'i tejamkorligi 2026 Chevrolet Onix'ni kundalik foydalanish uchun juda maqbul avtomobilga aylantiradi. Past yoqilg'i sarfi, arzon texnik xizmat va ehtiyot qismlarining keng tarqalganligi ushbu modelni byudjetni tejashni istagan haydovchilar uchun qulay tanlov qiladi. Bagaj qismi ham oz sinfi uchun yetarlicha keng bo'lib, kundalik yuklar yoki sayohat uchun kerakli buyumlarni bemalol joylashtirish imkonini beradi. Xulosa qilib aytganda, 2026 Chevrolet Onix bu zamonaviy dizayn, qulay salon, tejamkor dvigatel va ishonchli xavfsizlikni o'zida jamlagan avtomobil. U shahar sharoitida faol hayot kechiradigan yoshlar, kichik oilalar va arzon, ammo sifatli avtomobil izlayotganlar uchun juda mos keladi. Chevrolet brendining ishonchliligi va yangi texnologiyalar bilan uyg'unlashgan Onix 2026 bozorda o'z o'rnini mustahkamlashi kutilmoqda.